Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Demak, biz mafiya o'yinimizning, ya'ni Yangi Nafas klubi tomonidan tashkillangan mafiya o'yinimizning birinchi sonida sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Albatta o'ylaymiz, bu o'yin bizga sezgirligimizni hamda aqlimizni tezroq ishlashni rivojlantirib beradi. Demak, bugun bizga yig'ilmadik bu suv atrofida, sababi shahrimizda qotilliklar, jinoyatlar avj oldi. Shahrimizni qutqarish hammamizning vazifamiz. Oramizda sotqinlar ham bo'lishi mumkin, hamda vatan uchun jonni fido qiladiganlar ham. Demak, hamma tayyor bo'lsa, mafiya o'yinimizni boshlaymiz. Demak, bugun kunduzi biz shahrimiz haqida gaplashdik. Demak, hamma uchun tun. Quyosh botdi chunki. Hamma kartasini ko'rib oldilar. Ko'rmaganlar yo'q. Demak, unday bo'lsa, mafiyalar o'zimizni oshkor qilamiz. Mafiyalar. Xo'p. Endi vrach o'zimizni oshkor qilamiz, shifokor. Yaxshi. Demak, tong otdi. Tong otdi. Hamma uchun tong. Quyosh qizarib chiqqan bir paytda, demak, bugun yana bir maslahatga yig'ildik. Maslahatimizdan keyin esa albatta tunda biz qidirishni boshlaymiz. Maslahatdan oldin hamma o'z fikrini bildirishi mumkin. Demak, nigohlar hamma narsani so'zlaydi. Marhamat, kim bu yerda qanday rolda? Kim sotqin, kim xoin? Siz mas'ulsiz. Gapiga kulyapti. Marhamat. Demak, hech kimda bugun fikr bo'lmasa, Hammaga qaradim. Birinchi Laziga qarasam, boshqacha qaradim menga. Boshqacha Biringa qaradim. Laziz yolg'izligi ta'sir qilyapti. Keyin yana Ruxshon boyaga o'xshab chetanita o'tiribdi. Ja o'ziga ishongan har doimgidek. Boya ham mashinani o'tirdi keyin mafiya bo'ldi. Demak, unday bo'lsa, bugun kunduzi biz hech kimni osmaymiz, chunki avval tunda nimalar bo'lishini yana kuzatuvga ketamiz. Demak, hamma uchun tun. Men otsa Abdulazizni bilinglar. Xo'p, mafiyalar o'z o'ljamizni tanlaymiz. Kelish olish uchun mafiyalarga 30 soniya vaqt. Mafiyalar kelish olmayapti. Xo'p. Ana endi shifokor. Shifokor kimni qutqaradi bugun? Rahmat. Demak, tong otdi, quyosh chiqdi. Shaharni yana yorug'lik qopladi. Bugun tunda birinchi kundanoq o'q ovozlari eshitilib, qaqshatqich urushlar bo'ldi, baqir-chaqirlar va bu baqir-chaqirlarda hattoki qurbonlar ham bor. Demak, biz birinchi qurbonimiz Go'zaloy. Menmi? Bilgandim. Xo'p, birinchi qurbonimiz Go'zaloy. Demak, bular Mirni jitilida. Demak, oxirgi so'zni aytib olishingiz mumkin. Rozi emasman deb chiqib ketdi. Kimni o'ylaysiz? Ashu uchalasi. Yo'q, uchalasi so'z, aynan bitta so'z aytsa, u bir marta imkoniyat beriladi so'z aytishga. Kimni o'ylaysiz? Sizlar rozi emasman degan. Abdulaziz. Abdulaziz. Yaxshi. Chiqaveradi. Xo'p. Doimki deydi. Har doimki deydi. Shu bola. Chiqib mashq o'tadi. Adashasizlar lekin. Ha, o'tgan safar ham adashganmiz. 3 marta adashganmiz. Xo'p. Demak, chiqargan bo'lardi menimcha. Men agar mafiya bo'lganimda Lazaka hozir menga tashyapti-da, men chiqargan bo'lardim-da. Chiqara olmasdim. Yo'q, chiqazmasa, imuni aytib qo'ydi o'zi. Agar Qanday bilib qoladi? Chiqara olmasding. agar meni chopsa-da Abdulaziz bo'ladi. Sirasi. Lekin otamiz bor. demak, munozara. lekin. Lekin Ozodani gapida ham jo'mi, Ozoda zo'r ham gapiryapti. Agar meni chiqarsa Abdulaziz bo'ladi. Laziz bu yoqda bitta sho'p berib ketgandi. Aniq endi otmasdi, aniq otmasdi. Otmasligi aniq bo'ldi. Aniq edi. Gapiringlar. Nima o'ylaysizlar? Nimadir o'ylaylar. Nima o'ylaysizlar? Hozir kimnidir osishimiz kerak biz. Sizlar kimni aytasizlar? Men taxminim bulardan. Abdulaziz. Ha. Nega? Nimaga? Sabab Bilmadim, boshqacha Nima- gapiryapti. yo'q, O'zini nimani? tutishi ham boshqacha. qanaqa?
Masalan, siz ham sizlar g'alati bu sizga bu ataka qilgan ekansiz ham g'alati qiliqlar qilib gapiribsiz. Masalan, siz bu Lekin Ozodani bilaman, mafiya o'ynaganmiz biz Ozoda bilan ancha oldin ham yaxshi o'ynaydi Ozoda mafiyani. Yaxshi o'ynaydimi o'zida? Ha, yo'q, biz Qashqadaryoda, mayli, kameraga aytib ketaman. Qashqadaryoda men bularda, mana qarang, nimaga bordik? Yurtning qadriyatlariga bordik. Hali kech payt chiqib sojob qilaman deb soat 2 ga hamma to'plangin dedim. Kechasi mehmonxonada chiqdim men tepaga. Chiqdi, taqilladi, eshik qulf. Taqillatdim. Bir pay shunday kirsam, hammasi nimalarni yaxshi qildi. Bir narsa qog'ozlarda olgan mafiya o'tiribdi ekan. Kim o'tirib keyin mafiya o'ynadik. Ozoda. Aha. shu joyga mana ikkitamaga urg'u berganim Dilnovoy ham jim Anoyim o'tiribdi. qilyapman Ikkita lekin borgan. Ozodaga ham. Qattiq Ozoda bilan rost aytyapman. Ozoda bilan Abdulaziz. Laz kimni o'ynadik? Ruxshona bilan Laziz emasmi? Balkim Nigor opa bo'lishi mumkindir. Lazam tiyxur o'ynaydi. Bilmayman, Nigor opadan Menga o'tgan o'qimayman. safar ham tushmagan. Mafiya tushmagan kerak. Men hamma omad, Bir marta tushishim bilan tugatdim. hamma omadimni ishlatib bo'lganman. Rostdan Kimni ham o'ysa? Laziz Abdulaziz bola ham bo'lishi bo'lyapman mumkin. men. Men Laziz deb o'ylayapman. Nega? Jim o'tirishdan. Jim o'tirishdan Bir emas, qarasang nimadirlar bor. anaqa Ko'p narsa bor bo'ladi. Laz nima deb o'ylaysan sen? Yo'q, hamma aytadi, u men emasman. Laz? Abdulaziz. Abdulaziz. Fikringda qolasan. Sizlar ikkalang bir-biriga kulib qo'ydilar-da bular. Nimadirlar dedi. Ozoda Ko'z bilan gaplashdi bular. Ya lekin bitta odam yo'qotasizlar-da, agar meni tanlab chiqarmoqchi bo'lsanglar. Mafiyalar yutib ketadi. Mafiyalar yutib ketadi. Mayli, rozimiz. Ovozga beramiz. Mayli, rozi. Tilnavo. Siz chiqing. Laziz. Laziz. Bitta odam Ruxsor. yo'qotasizlar lekin. Abdulaziz. Nigor opa. Abdulaziz. Abdulaziz. Xo'p, Abdulaziz, yo'q, mayli o'zini oqlash uchun so'z beramiz, chunki fikrlar o'zgarishi mumkin. Sizlar Abdulaziz turib yaxshilab o'ylab ko'ringlar, bu oldin aytsin, o'zini anaqalarini aytsin, qanaqa bo'lyapti. Yutqizasizlar lekin, men Fakt aytyapman. Hop yutqizik. Demak, fikr qat'iy, ha? Bular bir gapni biladilar. Aytsin. Bu Laziz bir gapni biladi. Siz shularga yopishib oldingiz-da. Lazbek seni. Ancha Lazizbek. kichkinasi. Lazizbek. Laz 2003-mizda Endi tanimayman-da bularni. shogirdimda, birinchi shogirdim bu. Bo'ldi, demak, fikringlar qat'iy. Abdulaziz, Abdulaziz o'zingni oqlay olmayapsan uka. Xo'p, demak, ilojimiz yo'q. Sразу Xo'p, Jinday o'ynatish kerak-da buni Shay, she'rni qani? topib olish uchun. qani? Yo, men mafiya emasdim lekin. Ha, och. Shay qo'limga ber. Demak, yaxshi, iPhone ishlatgan Ozoda holatda. bunga gapirganda ko'zlari pirpirab bir boshqacha gapirdi. Olmaysanmi, mana shu pil-pil bunaqa qilyapman. Ikki yanog'i. Lazaga oldi o'tirmayman keyin. Yo'q, Yo'q, bo'lmaydi menga. Ikki yanog'i. Boshqatdan boshlayman. Aytdimki, o'tgan safar ham ketma-ket 3 marta mana shu bolaga tushgan mafiya. tutishingni bilaman o'zingni. Shunga aytdim-da, bular Xonadon gaplashyapsiz ishini bilan deb. Bular bilasan biladilar deb aytdim. Rosa sherigini topa olmadim-da men. Qaradim. Demak, mafiya demak Sherigini o'yinimizda toping endi, Laziz. mafiyaga qiyin bo'ldi. Chunki mafiya o'zi ikkita edi, bitta o'zi qoldi mafiyamiz. Shuncha komissar bo'lganda o'zinikilar otib olardi. Nigor opa hozir 9 kishida komissar qo'yiladi har doim. Xo'p, demak, bugungi muhokamalar tugadi va Tugamay tursin. Bir gapim bor. hozir muhokamalar. Ha, qani? Ha, ayo otilib ketsam, ikkalaridan bittalar. Bizmi? Chunki Abdulaziz hammani aytib chiqdi, bitta aytib chiqdi. Ikkisini aytmadi. Tushunarli. Lekin Xo'p, mafiya o'zi bittada. Xo'p, demak, fikr mulohaza tugadi va qurbon ham bo'ldi va bu yoqda hozir tinch aholining yuksak bir aqliy qobiliyati sababli mafiyani aniqlashdi. Demak, hamma uchun tun. Hamma uchun tun. Demak, tun bo'lsa, mafiya o'z qurbonini tanlasin. Shifokor. Kimga yordam beramiz? Yaxshi. Tong otdi. Kechasi borib uxlay olmadim. Tuni bilan uxlay olmay chiqdim. O'qlarni ovozi tinchlik bermayapti. Bir tinch, qachon tinch dam olamiz biz? Demak, bizning kechada juda ham bir sirli holat yuzaga keldi. Chunki shifokor bilan mafiya g'ayri oddiy bir holatga guvoh bo'ldi. Bu holat qanday desak, biz shifokorga aynan bu nimada so'z bera olmaymiz, chunki shifokorni tilini ham chopgan edi mafiya.
Shuning uchun shifokor otilyapti, tili chopilyapti. Marhamat, shifokor kartasini berishi mumkin. Lekin shifokorga oxirgi so'zga bera olmaymiz, chunki shifokorni nima qilganini aytdim, jazosini. Mafiya bilan ular bir-birini ko'rib qolishgan edi. Rahmat shifokor. Bay. Salmonella. Oxirgi so'zi yo'qda, yo iloji yo'qda. So'zim bor Oxirgi edi, mayli. Yo, so'zga bersa, hozir mafiyaning kimligini o'zing risk aytasan-da, chunki men o'zim bu yoqda anaqa berib ketyapman-da. Xo'p, demak, yana tong otdi. Muhokama qilishimiz kerak, chunki mafiya hali ham tirik. Mafiya bitta hammani olib ketyapti. Kim ekan mafiya? Siz emasmisiz? Siz Mafiya Bir kim? marta ekan? o'yladigan, Sizga ikki marta aytmadim. o'yladigan emas. Sizga aytmadim. Siz emasmisiz? Asosiy deydi qarasa. Kimni o'ylaysizlar? Muhokama? Mash bola nima jim o'tiribdi? Bir gapiring. Jim yuradilar, jim o'tiradilar. Gapiring qani. Ochib qo'yib gapirmayman. Osib qo'ya olay dedilar. Yo'q. Ular bas. Qaysi? Nigora bag'atasiz. Nasib- Nigor opa siz o. Siz o. Nigor opa har doim chap gapiryapsiz-da siz. Yo'q. Qarangda. Yo'q, men qarab chiqyapman, kimligini Boshidan bunday bo'ldi-da. topolmayman. To'xtanglarda. Nigor opa men rost otmoqchisiz-da. Qarang. Ha? Nigor opa bo'lganda men Mafiya, siz mafiya oqlash uchun sherigiga ovoz berib olish ehtimoli bor. O'yindan chiqqanlar iltimos gap qo'shmaymiz. O'zlari aykusini Bitta gap ishlatsin. aytaymi? Abdulaziz bekordan bekor Nigarofan tarafini olmadi. Nima Nimaga? bo'layman? Chunki siz mafiyasi chiqib ketdingiz. Agar Bekordan men bekor mafiya hozir bo'lganimda Nigarofan nimaga men tarafini chiqarardim? olmaysiz. Xo'p, mafiyalar yutish kerak emasmi o'yinda? Endi hamma sizga ovoz bergandan keyin nima deyish bilmasdan shunaqa devorgan. Da. Ovoz Agar bermagan siz- odam bo'ldi. Bo'lmasa Yo'q, agar Lekin ovoz siz bermaganida bir anu boshqa boshqacha uni bo'lmasdi u ham mafiyaligini Mafiyani qilishyapti ekanlar. Lekin Mafiyam Lekin bir narsani hisobga olishimiz kerak. Bu yerda ayni hozirgi paytda 3ta kursdosh ham qatnashyapti. Ya'ni uchalasi bitta fakultet. ikkitamiz u. Ha, ikkalasi kursdosh. Ha. Yaxshilab o'ylab ko'rish kerak, tanishlar. Bu bola bo'lmasligi mumkin. Men sizlar ko'ryapti anaqa qilyapsiz hozir. O'zini Bekor otayaptimi? qilasiz, bekor o'yindan erta chiqib ketaman, ana norozi bo'lib. Chunki mafiya emasman, Sizlar aram Abdulaziz qiladi. bilan bir-biringlarni yoninglarni olib bir Olib boshqacha video. Naborot anaqa Abdulaziz bilan- ataylab. Yo'q. Yo, Hozir- siz cho'ta men sizni o'ylayapman. Menga ishoninglar. Menga ishoninglar. O'ylab ko'rish kerak. Abdulaziz Naborotga men cho'payapman hozir. Apa yo'q. Debman. Men Nigarofan deb Yo'q, o'ylayapman. yo'q, men emasman. bo'lishi mumkin. Jim o'tirganlarda bir gap bor lekin. Siz bekordan bekor tarafdan Abdulaziz qo'shilma hozir deyapman. Nigaropani Qo'shilma deyapman. Aha. ovoz beramizmi? Beraylik ovoz. Yo'q. Mayli, ovoz beramizga nima yopish oldingiz hozir riski? Muhokama bo'lib bo'ldi. Nima deyaptilar? Ya nega riski ovoz beramiz? Chunki ba'zi bir nimalarda misol uchun mafiya tezroq hozir kimgadir yuk odamlarni tezroq ovoz berishga harakat qiladigan joylari bo'lib qoladi. Ularga e'tibor berish kerak. Har bir punktga e'tibor berishimiz kerak o'yinda. Nima deb o'ylaysizlar, ha? O'yin tobora qizyapti. Ash qizni chiqarib ko'raylik. Men Nigaropa deb o'ylayapman. Ikkalalarigacha qisqa bo'lib keldinglar. Hozir kimnidir O'taman chiqaramiz. deb o'ylayapti, lekin men emasman. Bu hozir negadir Ha. bittaga kamayamizda-ki, men chiqib ketsam hozir. Lekin Men mafiya ham ketadi bir kishini hozir. otadi. Shu bilan odam past qolmaydi. O'ylaylar-da hozir o'shani. Shu bilan odam Haqiqiy qolmaydi. mafiyani chiqarib yuborsak, qaranglar. 6 ta. Bitta mafiya qoldi hozir. Bitta mafiya qoldi. O'yinga bundan kelsa komissarni qo'shaman men. Yoki mafiya qo'shaman. Komissiya qo'shaylik. Nabora odam kam bo'lganda o'yin qizib Mafiya ketadi. qo'shing. Davay, mafiya qo'shaman. Odam ko'p emas, naborat kamlik. Davay. Ash qiz chiqarib ko'raylik, mafiya bo'lmasa Men keyin men emasman chiqarasizlar meni. 100% ana garantiya. Garantiya. Sen boshqacha gapiryapsan, boshqa. Boshida Seni yaqindan bilgan dugonang nima? bilmadim lekin. Seni yaqindan bilgan dugonang. Astag'firullah, astag'firullah. Yarar nima emasmi? Oldingida aralashmayapsan-da. Sen xursandsan. Aqabaga ketyapti, xursandsan. Kursa o'tirib. Qilaveraymi? Tavba. Realni gap. Men bo'lsam, bitta odam yerga jetilishib ketadi. Deb qolasizlar, realni gap. 100% gapimning javob bilan. Javob bilan. Navoiychasiga so'rayapti-yu.
Ya rostdan-da, men Mirishitelman. Boshida ham aytdim, men Ozodani o'qiganda men Mirishitelman dedim. Ha. Chiqib ketasiz. Men ham shunaqa kim? Yo, rostdan kulib o'tiribsiz. Lazizmi? Laziz o'zi qolasini. Men bilmadim, Laziz ham, lekin bilmadim. Menda misolcha kimgadir mafiya etsa, mana mafiyalarga zo'r yordam bo'lyapti. Kimgadir mafiya etsa, meni jitirman, 100% gapga javob qo'yib, bu yerda ishonch yo'q hech kimga. Sotqin bor chunki oramizda. Agar u bo'lganida chiqarmasdi hozir. Hamma mafiya bo'lishi mumkin. 100%. Yo, Nigora. Endi o'zini qolishini Men Nigora opa. Yo, Shunaqa Nigora. o'zini qolishini chiqarishi mumkin misolcha Laziz. Javob men emasman. Ishonch yo'q deyaptilar-da. Yo, men bo'lganimda boshidan o'zi o'tgan safar ham sal qilib qoldim-ku. Menga Do'stim boshqacha bo'lib qolaman. Mana bu sal qimirlab qolgan ekan do'stim, mana shunga o'xshab Nigora opa. Mendan shovqin eshitildi-da. Shovqin eshitildi-da, shunga Nigora opa. Men bitsinaq ekan, men O'sha shovqin ekan. Yo. Bu chi ushlab turganimda ham qimirlar ekan. Demak, hamma tayyor bo'lsa, demak ovozga qo'yamiz. Ovoz berishni chap tomonni boshlaymiz. Bu yerdan boshlaylik. Laziz akadan. Laziz. Kimni o'ylaysan? Tezroq javob beradi. Ruxson. Ruxson. Men emas lekin. Nigora opa. Nigora opa? Nigora opa deb o'ylayapman, bilmayman nima. Qaysi biri aniq bitta fakt. Nigora opa Nigora opa? deb o'ylayapman. O'zingiz. Kimni o'ylaysiz? Yo Ruxshoni yoki Men bu emasman lekin Nigora opa. Bilmasman lekin. Kimni o'ylaysiz? yoki уже bitta. Bunday qilib boshdan beriga ovoz. Bu qiz. Bu qiz Endi Mardona. Nigora Hozir Qizda bo'lyapsiz. Nigora opa. Shunga berib ko'ring. Sizga Nigora opa, Nigora opa. siz Mardona. Mardona. Ishonchli aytyapti. Hozir yetkazdilaringlar ekan aytib qo'yaman. Tugona ishonch aytyapti. O, bugungi kunimiz juda og'ir o'tdi. Hozir o'sha juda og'ir o'tyapti kunimiz. Ishontirishga bitta harakat ko'ring, 10 soniya vaqt. Harakat qilaman. Mana. Nimaga Nigora opa deb o'ylayman? Birinchidan shovqin keldi o'shandan. Ikkinchidan men emasligim isboti, chunki boya Nigora opa deb men birinchi bo'lib aytdim. Keyin Abdulaziz qaradida, "Yo'q, Nigora opa emas" deb sirasi tarafini olib ketdi. Men shuning uchun Ishonmadik biz. Men isbotlab berdim. Menga yirtilgan maska tushgani uchun ushagandan Yo'q, mayli. Abdulaziz sirasi siz tarafingizga olib ketdi-da, bekordan bekor emas. Mafiyalar bir-birini tarafini oladi. O'ylab ko'ringlar yana. Biriktalar bor. Hozir men chiqib ketsam, mafiya qoladi-da shu yerda. Hozir siz mafiyasiz menimcha, ochingchi. Demak, hamma tayyormi? Demak, oxirgi gapimni aytay. oxirgi gapingiz. Hozir ana bu nohaq bo'lib chiqib ketyapman. Shundan hozir xafaman deyman. Rahmat. Rahmat. Demak, Mirni jitil tinch aholi. Men aytdim sizlarga. Tinch aholini yo'qotdik yana. Rahmat. Sog' bo'ling. O, yaxshi demak, bo'lyapti, demak. mafiya. Sizda Nigora opa. Mafiya. Mafiya. Ruxsonga berib qo'yasiz, nima kartangiz? Mafiya zo'r o'ynayapti. Mafiya haqiqatan zo'r o'ynayapti. Demak, hamma tayyor bo'lsa, demak, tun yana oramizda bir dona xoin bor yoki sotqin deylik, bo'pti, mafiya deylik. Xo'p, yopamiz oxirigacha. Mafiya qurbon tanlaymiz. Aha. Demak, vrachimiz yo'q. Hamma ko'zimizni ochamiz. Tunda bo'lgan ishlarda sarhisobi vaqti keldi. Demak, bunda qotillik ro'y bergan. Ya'ni bir tinch aholini jasadi topildi uydan. Uydan 3 kun chiqmasdan chirib qolib ketgan jasadi. Menmi? Laziz akada tushunadi. Men Rahmat, otgan odam. Ruxsona, men tinch aholi edi. Oxirgi gapingiz. Yo Laziz aka, yo Nigora opa. Men Nigora opa emas, to'g'ri Laziz aka. O'zimda odam. Nimaligini aytgan? Ha. Chunkichi boshdan boydan beri faqat menga to'g'ri o'tyapti. Aha. Xo'p. O'yinimiz eng qaqshatqi joyga keldi. Agar hozir tinch aholi mafiyani topolmasa, tinch aholi yutkazadi o'yinda. Tinch aholi topolsa, chunki bir kishini otadi, ikki kishi kelishtirib bir kishini otib olish huquqi bo'ladi. Shuning uchun ham biz u paytda iloji yo'q, bir tarafga yon bosamiz. Bundan keyingi o'yinda bitta mafiyani qo'shyapmizdan keyin hamma narsa o'z o'rniga keladi. Demak, tanlov qilish payti keldi. Marhamat, tahlil qilamiz. Mana shu yigitimiz emasmi ekan?
ismingiz nima edi? Jim o'tirganlarga. Ha, boshidan jim agar o'tirdingiz-da, siz boshida ortiqcha aytdi, gapirma O'ktam aka. desam, Yo'q, qarang. bildirib qo'ymaslik uchun Yo'q, davom boshida aytdi O'ktam aka. Mafiya qurbon tanlolmayapti dedi-ku. Men lekin hech kimga qarab o'tirmadim, bittada aytaverdim. gapirganda ham hayajonlanib ketyapti Yo'q, cho'da. men ko'p gapirmayman-da bunchalik. Masalan, ko'p gapirmayman, jim turaman. Masalan, gapim bo'lsa qo'shilaman lekin. Men Agar aytman lekin. mafiya bo'lib yutib ketsangiz tan beraman sizga bor. Hozir qurbonni agar sizlar noto'g'ri tanlab qo'ysanglar, mafiya g'alaba qozonadi. Laziz emas 100%. Men bilsam, men Chunki boshidan Abdulazizni Abdulaziz. tanladi. Men ham bir Abdulaziz dedim, keyin Kelishmalaring. Kalam shekilli. Nigor opa zo'r o'ynayapsiz-da siz. Siz opa. Hamma o'zini anonsini Man isbotlab emasman. chiqdi, navbat mafiya emasligini. Shunga qarab Mafiya xulosa bo'ladi. Mafiya emasligini isbotlasa, qani siz isbotlang bitta menga. Mafiya emasligim nima? Ha, mafiya emasligi. Ko'rinib turibdi. Aytmasiz kartangiz mana mafiya emasman, nima ko'rsatsangiz otilib ketasiz. Aha. Yo'q, menga unaqa imkoniyatlar berilmaydi to'g'risi. Mafiya bo'lish. Faqat tinchgina yurayman men. To'g'ri yo'lda yurayman. Aha. Bo'ldi. To'g'ri. Bo'ldi. Men emas. Men mafiya emasman 100%. Lekin shu yigitimizni men mafiya deb o'ylayapman. Boshidan jim o'tirib rosa kuzatyapti-da. Yo'q. Men emasman lekin. Hamma Siz do'yingiz bo'lsangiz har xil nima bo'ladi. qiladi? Men emasman. Nigor opa bo'lasiz. Nigor opa bo'lsin. Qizim ekan. Nigor opa. Ekanlang qolyapsiz. Bular Men emasman lekin. siz Dinlama sizmisiz? Ikkala qoshladiga marta davom etib qo'ylaman. Yo, ikalalang. Ikkalalaring. masalan biza Laziz bular emas bilan 100%, Men lekin bas, ana. bu yigit bilan bu qiz qolyapti. bularni bilaman-da. Nigor opa. Ko'pada o'qiymiz. Bo'lamiz. Bular xarakterini Точно. bilaman. Точно. Siz deb o'ylayapman. Yaxshilab o'ylang. Siz deb o'ylayman. Dinnavoy ham yaxshi o'ynayapti lekin. Uzr. Men agar bildirib qo'yardim, Men oxirigacha men o'ynayman o'ynab o'tira olmasdim. O'tgan safar ham ko'rdingiz, raz mafiya bo'lsam bildirib qo'yaman men. Yo bir kulvoraman, yo hayajonlanib Bizni qolaman. maqsadimiz shahrimiz, Balkim bizni aholi maqsadimiz, tematicha. yo bizni maqsadimiz shahrimizni himoya qilish. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Hozir bir kishidan ayrilsanglar, shu bilan o'yinimiz yakuniga Siz yetadi. o'tgan o'yinni o'p torttirgansiz-da. Yo'q, men ko'p o'ynayman, uyda ham o'ynayman. Shunga ko'p o'yin yaxshi o'ynayman men. Bilaman. Mafiya. Bolalar o'ynatardim men. Men bular deb o'ylayapman baribir. Dinnovadan ko'ra. Ovoziga qo'yaylik bo'ldi. Shu ovozga qo'yaylik. Ovozga qo'yamiz. Yutib ketmasin mafiya Dinnova. Nigor opaga. Nigor opa. Men iloji Nigor opaga bularga bersam baribir siz nima qilasiz? Nigor opa. Men lekin men hozir chiqib ketsam mafiya yutib ketadi. Yutib ketadi. Yutib ketadi. Endi Bitta narsa beyoda hal qiladi, bitta qaror. O'ylab ko'ringlar, yana 30 soniya O'ylab bor. ko'ringlar, men mafiya Chunki emasman, 100% men mafiya emasman. Yutib ketib qoladi 100%. Yo'q, Yo'q, deb yo'q. o'ylayapman. Keyin afsuslanmaylar hozir mafiya men emas yigitimiz. Bitta odam chiqib ketsa mafiya g'alaba qozonadi. Qaranglar. Unutmanglar. Nimaga bular deb o'ylayapsiz? Bular boshidan o'tirgandan umuman faqat mana bunaqa kuzatib o'tiribdilar-da, mafiyalarga o'xshab o'zlarini haqiqiy mafiya orqa tomondan ish qilib hammani o'ldirib chiqyapti menimcha. Chunki munozaradagilar gapirmayapti, anaqa ham bo'lishi mumkin, qilmayapti. munozaradagilar o'lgani yo'qda, chunki munozara qilganlar hammasi tirik qolyapti. Sekin o'tirib hammani Chunki haligi kam gapirib turganlar ketyapti Hozir bitta-bitta. chiqsam afsuslanib va Nigor bekorga yutkazib qo'yamiz. Sizning fikringiz? Yo'q. Nimaga yo'q deyapsiz? Balki siz mafiyatda o'zingizda oqlayotgandirsiz. Yo'q, qarang, yoshingiz kattada, yoshingiz katta. Yoshni mana qasam Eshtinglar-da. Yoshi katta bo'lgani bilan. Bari chiqib ketmasligi uchun rosa gapdan bo'lib ketdi. Laziz noto'g'ri qildingiz. Bitta shu bolani chiqarish kerak. Yo'q. Yo nimaga yo'q deyapsiz? Nigor opa siz. Nimaga asoslanib? Nigor opa. Men shaxsiy fikrim. Shaxsiy fikr. Hamma o'zim shaxsiy. Yo'q, men shaxsiy emasman. fikr. Bu gapdan bo'lib ketyapti. Dilnavo hozir qarang. ikkalasi
ovoz beryapti. Eng oxirgi nima meni qo'limda-da hozir. O'sha. Hozir mabodo bunday narsa bo'ladi. Bundan keyin tafsilotda aytaman. Misol uchun Nima kimdir sizga chiqib xalq ketadi. yutsa yaxshimi, mafiya yutsa yaxshimi? To'xtang, men shuni bilib olay-chi. Chiqarsangiz va tentak. O'ylab gapirish kerak o'yinda. Savolni shunday ozod nima deganni? Bo'ldi, ovozga qo'ydik. Nima oxirgi gapini gapirsa, o'zgartirmoqchidir balki. Mafiya Ikkilanyapman. o'shada. Bu bola bas. Mafiya emasman. Laziz ham mafiya emas. Laziz hozir siz ham afsuslanib qolasiz. Mana shu bolani o'ynashi haqiqiy mafiyachi o'ynash qildi. Boshidan mafiyaga o'xshab o'tiribdi. Men ogohlantirdim. Lekin bular tabiiy shunaqalarda, she'r ham bor. Tabiiy indamaydilar. Bularga mafiya tutsa ham, menejda tutsa ham tinch o'ynaydi. Menimcha. Hozir gapdan bo'lib ketdi oxirida. Balki anaqa qilish uchun shunaqa qilayotgandir javobmanda. Yo'q, Nigor opa siz. Nigor aniq sizda. Bo'ldi. Senga Dilnavo. Ha. Agar Nigor opami? Ko'ziga qarang, ko'ziga. Ko'zlarimga qarang. Labora sizda hozir. Bitta tanlaysiz. Agar menga beradigan bo'lsangiz, durang bo'lib qoladi. Yana o'yin bo'ladi, to'g'rimi? Keyin Nigor opa bir kishini o'ldirsa bo'ldi, yutib ketadi-da. Yo'q, faqat bittasi shu. Bitta faqat Nigor opada emas. Mafiya aynan hozirgi o'yinda sizlar ossanglar ham, osmasanglar ham yutib ketadi. Mafiyani topib olsanglar, tinch aholi yutadi. Topa olmasanglar, xoli olsanglar, osmasanglar mafiya yutadi. Men lekin Nigor opa deb o'ylayapman. Nigor opa. Yo'q, bular. Bo'ldi, shu fikrimda qolaman. Sizga? Siz. Menga ham. O'zingda qilaysanmi? Ha. Qarang. Men mafiya emasman, birinchidan. Hamma o'zi shunday deydi-yu. Ikkinchidan men kam gapman. Ko'p gapirmayman. Birinchi o'yinda ko'rdik. Kam gapirdim. To'g'rimi? O'yin u tayyorgarligida, o'yin emas. Voy, boshqa gapim yo'q. Bo'ldi, men ochinchi mafiya. Bo'ldi, to'xtanglar. Kimda olsa, Laz qoldingmi, Nigor opami? Sizga ham Nigor opa. Sizga bu, sizga bu. Demak, bugun kun og'ir o'tdi, vaqt o'tmadi, vaqtlar o'tmadi va biz osishni kelisha olmadik, 2-2 bo'lib qoldi hisob. Chunki ikkita odamga nomzod bor edi osishga. Shuning uchun janjallashib ketib qoldi. Munozara payti ana endi hammaga tun. Ana endi bu joyda bir ish qilinadi. Ya'ni xo'p, men o'ylayapman, hozir mafiya kimnidir otgandan keyin, olib chiqib ketgandan keyin bo'ldi. Mafiya qolish kerak deb o'ylayapman. Mafiya yutadi deb o'ylayapman. Chunki biz karta bo'lishda bitta menejerni ko'proq qo'yganmiz mafiyani o'rniga. Hisob-kitob bo'yicha. 3 ta ishtirokchi qolyapti. 3 ta ishtirokchi qolyapti. Lazbab shunaqa bo'ladi. Xo'p, mafiya o'ljani tanlaymiz. Aha. Xo'p. Demak, tong otdi. Qurbonlar bor. Albatta qurbonlar bor bizda. Xo'p, ovozga qo'yaylik. Mafiyaga g'alaba beraveramizmi? Yo'q, o'yin bo'lsa 3 kishi qolyapti. 2 kishi qolyapti. 3 kishi qolyapti. 2 kishi qolyapti. Ikkita mafiya, bitta otib tashlang. Bo'ldi. Laziz tinch aholi ketdi. Demak, bizda ikkita tinch aholi va bitta mafiya qoldi. Ikkita tinch aholi va bitta mafiya qoldi. O'yinning eng qiziqarli joyi. Nega aynan Laziz ketdi degan savol meni o'ylantiryapti. Lekin men agar pozitsiyamdan kelib chiqib gapirsam, hozir men boshqacha variant olasizlar. Yuzak qarabinglar. Oxirida fikrimni o'zgartiraman dedi. Menimcha bularni yoki tanlamoqchi bo'lganlar. Fikrini o'zgartirishni eshitmadik biz. O'zgartiraman dedi lekin. O'shaning uchun ham o'tvormadingiz bilasizmi? Kelishamiz, davay 30 soniya vaqtlarga. Demak, tanlov qilish uchun 30 soniya vaqt bekor aytmadilar, ha? O'zgartiraman deb. Shubham bor sizda. Ben sizni o'ynadingiz lekin men mafiya emasman. Bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Endi siz oqlashgan emasizda? Oqlash bitta gap. O'zlari oqlayaptilar. Bitta gapiraman bo'ldi, boshqa gapim yo'q. Bo'ldi, siz mafiyasiz menimcha. Bizga kimga ovoz berasizlar? Aholi bo'lsa, qaraydi.
Men mafiya emasman, aytdim. Biz Boshqa sizni deb gapim yo'q. o'ylayapmiz. Bir necha yillik tush kerak-ku. Boshqa chiqolmayman. Men kam gap bo'lganda meni fikrlashim ham boshqacharoq. Jamcha ishontirib, odamni ishontira olmayman men. Ishontirmay lekin oxirgacha olib Yo'q. keldingiz-a mafiya bo'ldi. Demak, Dilnavo. Nigor opa. Bular. So'nggi so'zga o'rin yo'q. Nigor Demak, bugungi o'yinimizda mafiya g'alaba qozondi. Mafiya, Nigor opa. Men nima dedim? Aytdimmi? Nima dedimmi? Mana adashga. Mana. Aytganda Nigor opada oqtoshni o'tgan safarchidan keyin. Nigor opa dedi. Ishonmadilar. Men cho'g'risi ishontirish uchun. Voy yoshim katta. Lekin noto'g'ri narsa bo'ldi. Abdulaziz aytgan sotib bo'ldi-da hamma narsani. Alla o'shancha chiqib ketganlar, umuman aralashmanglar. Bildirib O'zimni qo'yasizlar. zo'rg'a himoya qildim Abdulaziz. Aytdim, mana shu rostdan to'g'ri aytdim. Keyin sen o'tir, sen video olasan. Bekordan Nima xafa bo'lmang endi. Tasodif tashladi. Yo, mana eng qizig'i hech kim og'izdan bergan gapdan bergan. Men aytdim. Yo'q, men ishontirib bu yer ovoz demadimda, bilib turibman. Yo, jim. Biroz o'zgarib ketyapti. Bekor Demak, bugungi mafiya o'yinimiz juda ham bir dolzarb bo'ldi. Bugungi kunlar qon to'kilishlar, o'q ovozlari odamlarga tinchlik bermadi va bugungi o'yinimizda mafiyalar g'alaba qozondi desak ham bo'ladi. Chunki mafiyalar ochkolar hisob bo'yicha tinch aholidan baland keldi. Demak, barchaga rahmat. Keyingi ikkinchi sonimizda ko'rishguncha xayr.